Qarang. Siz sigaret chekishligingiz bilan yoki salomatligiga zarar yetishi aniq bo'lgan ishni qilishligingiz bilan osiy bo'lyapsiz. Siz agar o'zingizga o'zingiz kerak bo'lmasangiz, xotiningizga, bolalaringizga keraksiz. Tushunarlimi? Sizning hayotingiz endi o'zingizning mulkingiz emas. O'lib qolsangiz, xotin ersiz, boquvchisiz qoladi, to'rtta bola otasiz qoladi. Yana qaytarib aytaman. O'zingiz uchun kerak bo'lmasangiz, bolangizga keraksiz, xotiningizga keraksiz. Ular uchun sog'ligingizni saqlang. Nos ham shuning ichida. Ha, o'lim Alloh taolo taqdir qilgan kuni keladi. Siz sport bilan shug'ullansangiz ham, u nos chekmasangiz ham Alloh taolo taqdir qilgan kuni o'ladi. Lekin musulmon kishi o'zining sog'ligini avvalab asrashlik uni yelkasidagi vojibi. Endi haligi Alloh aytgan bo'lsa, bola orasan desa, aytamizki, ha to'g'ri. Chanqagan bo'lsang, tumshug'ini suvga tutma. Alloh yozgan bo'lsa chanqog'ing. Biz birodarlar sog'ligimizni saqlashlik yelkamizdagi vojib. Sport shuning ichida. Ovqatda tejab yeyish shuning ichida. Ondan keyin ovqat yemaslik shuning ichida va hokazo, bilasizlar endi buni buyog'ini.